Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Oq kema nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Sohil yoqalab chopayotgan olapar, Oq kema hamda Sarvqomat Dilbarim kabi mashhur qissalardan iborat ushbu kitob Chingiz Aytmatov ijodining eng sermahsul davridan dalolatdir. Har uchala asar jonli tasvir va hikoyachilik jihatidan o'quvchi diqqatini butkul o'ziga tortadi. Birinchi marta chinakam ovchilar bilan dengizga chiqqan Krist ovdan nega yolg'iz qaytdi? Oqsoqol O'rxonning xayoli, Milxunning g'azabi va otasining qat'iy qarori 11 yoshli Krist hayotini qanchalik o'zgartirdi? Aziz kitobxonlar, ushbu savollarni javoblarini to'liq bilishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.